2025-yili xonadonga konteyner mahsulotidan yoki yangi mahsulotlardan tom yopish xizmatlari qancha bo'lyapti? Hozir ustani o'zidan birma-bir so'raymiz. Dastavkalari qanaqa, xizmatlari qanaqa, narxlari qanaqa. Hozir ko'rib turgan joylaringa 4 ta joyga qo'yibdi. Ustaga ham qo'yib qolishga. Qarang, maytga bitta variantini qilibdi, molxonaga. O'tga bitta variantini qilib berdi. O, nay tomonda ishlab chiqarish bor ekan. Bu tomonga ham naves qilib berdi, chiroyli qilib, uzun qilib, o'tga yangi profillardan qilinyapti ekan. O'sha zavod qanaqadir, o e'tibor bergan bo'lsangiz, kran balkasigacha bor ekan. Xo'p, hozir ustadan to'liq ma'lumotni olamiz. Usta aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz? Rahmat. Akam qoyil qoldim. Hali nima deydi? Buni yaxshi tomoni nima aka? Sizni bitta ishingizni ko'rishgan, yoqqanidan ikkinchisini bir-biriga yetlab ketaverganda, to'rlasini ham o'zim qilib berganman deyapsiz. Hozir uni qilyapsiz ekan, tepadagi. Tepada. Hozir aka birinchi bo'lib, shu birinchi qilgan ishingiz o'sha naves bo'lyapti. Birinchi qilingan naves naryoq. Necha metr qilib bergansiz hatto? Xo'p, uzunligi 50 metr, enigi 12 metrlik bizdan yamiz. Qanaqa mahsulotlardan qilib bergansiz? Konteynerda lagasidan qilib berilgan aka. Konteyner lagasidan qilib bergansiz. Hatto tepasini tunika qilib bergansiz. Tepasi tunika bo'lgan. Tepasi tunika qilib bergan. Примерно ashit qanchaga tushgan kvadrat metrga? Kvadrat metri shu kunda 1 metr narxi 180 ming so'mdan tushyapti aka. 1 metr. O'sha atrofida shunaqa tushgan-a? O'shanaqa. Kim qarang, maytda mana molxona solib beribdi. Molxonani u qanaqa fason bu? Tepasida bu turetskiy deyiladi, bu o'g'limiz. Hop, konteyner o'sha lagasidan bo'lgan aka. Konteyner lagasidan bo'ladi bu. O'shanaqa. Stoykalari, stoykalari hammasi lagada. O'zingiz tergansiz. Ularni ham hammasini o'zingiz qilgansiz. Xo'p, batga ham tunika qatirib beribsiz. Batga ham tunika bo'lgan. Tunika qatirib bergansiz. Endi qarang, bat nechiga nechi hozir? Hop, 12 ga 40 metr. 12 ga 40 metr. Ha. Bu joyimiz qanchaga tushgan? Bu joyimizda hozir shu kunda 1 metr narxi 190 ming so'mdan kvadrat tushyapti aka. 190 ming so'mdan o'sha stoykalari ham kiradi, ha? Ha, mana stoykalar. Fermamizda 1 metr narxi 190 ming. Fermamizda 1 metr ketgan. Hali 3 burchakda. Ha. 1 metr 190 mingdan to'g'ri kelyapti ekan. Xo'p, Shunday. endi u nay tomonga oddiyroq qilib solgansiz, ha? U tomonga konteynerda o'sha chanasidan bo'lgan aka, hammasi. Sekin aşağı yuraveradi, bitta ko'rsatib yuboramiz. U arzonroq varianti bo'ladi, ha, u arzonroq variant bo'ladi aka. Arzonroq variant. Bu tevada yangidan, yangi profildan bo'ladi. Yangi profildan bo'ladi. Shuni bitta tanishtirib o'tib ketaylik, hozir kirib ketsa ichkariga ko'rinmay qoladi. Aka, yangi profildan qanaqa profillar ketyapti unda? Hop, 10 ga 5 profil. Reykalar 4 ga 4 profil. Yangi profil. Endi qarang. Hatto mana stoykalar turibdi, turbalar. Hop. Hozir mana shu kvadrat metriga aytasiz narxini, qaysinga aytsangiz ham ashlarni ham ichiga tiqaverasizmi shu narxini? Yo'q, alohida hisoblanadi. Kran alohida deyman. Yo'q, kran emas mana stoykalar. Yo'q, krandikimi u? Ha, krandikda. Krandan chiqyapti, biz foydalanyapmiz aka. Ha, bo'ldi. Uni kranni ham o'zlaringiz yasab berasizlar. Ha, kranni ham yasab beradigan sheriklarimiz bor. Gaplashtirib qo'yamiz. Uni ham bemalol. Agar kimga kerak bo'lsa, o'sha zavodni bir narsa qilmoqchi bo'lsa, kran xizmati ham bor ekan, o'sha kranni qilib beradigan odamlar ham bor ekan. Bu tunikalarni ham yopib beryapsiz. Ha, tunikalarni ham yopib beryapmiz aka. Aynilarni ham qo'yib beryapsiz. Ha, akalarni ham qo'yib beryapmiz, hisobga berishib qo'yib beryapmiz. Qisqasi aka sizga buni patkuch qilib topshirib beryapmiz. Ha, patkuch qilib topshirib beragansizlar. Kichkina navesdan boshlab, ketdi zavodgacha. Bo'lmasa u ichkaridagi nimani ko'raylik aka. Qanot. U narxini aytib ketamizmi? U narxini aka yangi profildan bo'lsa? Yangi profildan bo'lsa, uni olib berishda xizmatiga berishyapti aka. Ha, polniy materialni olib berishgan. Materialni olib berishgan, xizmatiga olyapsiz. Xizmatiga olyapsiz. Ha, bo'ldi. Xizmatiga qancha olyapsiz? Xo'p, xizmatiga kelishtirib qilib beryapmiz aka. Kelishib bo'lsa qilib berasiz. Xo'p, batda qanaqa nimalar ishlatgansiz? Batda sal prostoyroq ekan, ancha. Ha, bu prostoy aka, bu arzonroq variantimiz. Chana tashlangan aka, har 1 metrga. Hop, orasini har 70 santimetrdan teshib turib, 12 kerak armatura o'tkazib yuborganmiz. Mana yog'ochlar g'assalar ko'tarib turishga. Tepasiga qora qog'oz yozib, ustidan qamish tashlab, loy bosib yuborganmiz. Samsungda bostirib yuborganmiz aka. Ularni hammasini siz o'zingiz qildirgansiz. Ha, o'zimizga qilganmiz. Bir yo'l o'sha tepalarigacha. Umuman sizga shunday berganki joyda siz ash stoykalarni qo'yib, shuni tomini qilib, bir yo'l oshoqlarni qilib, nima bo'lganda qilganmiz. Bunaqa xizmatlar bo'lsa ham bemalol qilaverasiz. Ha, qilinaveradi aka. Bularning kvadrati примерно qanchadan tushadi? Bular kvadrati usta puli, chana-pana bo'lib shu bugungi kunda narxi 150 ming atrofida tushyapti aka. 150 mingga tushadi. Joyli kvadrati 150 ming so'mdan tushyapti. Shiperda olib berishadi. Ha, shiperda ular olib berishadi. Ha, shiperda olib berishadi. Qolgan nimalar o'sha kvadratiga 150 mingdan to'g'ri keladi. Ha, 150 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Vassalardan olib berishgan.
Biz faqat temirni olib kelganmiz. Ha, temir mahsuloti Na. sizdan. Temir Rassalarni mahsuloti olib sizdan. berishgan. Ha. Buni- Xo'p. Endi qarang usta aka. Buni misol uyda egasi sizga zakaz qilish uchun nima sizga qanaqa sharoit qilib berish kerak? Misol biz hozir vodiyda Joyda aytish kerak. Birinchi o'rinda, misol mana bu vaqtda desa, o'shanga qarab tayyorlab beramiz aka. Kelishilgan muddat ichida beramiz. boshqa viloyatlardan bo'lsa yotoq qilib berish kerak. Ha, Unaqa nimalar qilib yotoq bo'lsa, osh-ovqat beradi, bo'ldi shu. o'sha. To'lov turlari qanaqa bo'ladi? To'lov turlari 30% beradi, boshlanaveradi. Bitta yasab ko'rsatamiz. Masalan, mana bunaqa fermerlikdan bo'lsa, misol, uni bitta yasab shablon qilib ko'rsatamiz, video qilib tashlaymiz. Aka, boshlavering desa, qolganini ham yasab yuboramiz. Bularni joyiga borib yig'iladi bu chanadi. Shu yerda olib ketiladi, misol, mashinaga yuklab, olib borib shu yerda yig'iladi bular. Ha, battan tayyor bo'lib Ha. boradi. O'zi tayyor narsa-da bu chana. Shunday borib o'rnatib beradi. Bu ko'p vaqt olmas ekanda, bir 2-3 Yo'q, kuni uzog'i bilan shunaqa. Ha, shunaqa materiallar 2-3 kunda yig'ib olsak, vallahi vaqtiga qarab turib boramiz, boshlanaveradi aka. Mana hozir yangi buni profildan qilyapsiz aytdi, zavodda. Bu necha Hop, katta joy ekan-a? katta joy, 1000 kvadratli joyimiz, eniga uzunligi 40 metr, hop, tepasi 12 metr, tepada izdaniyamiz. Tepada, pastdagisi 11,5 metr izdaniyamiz. Qancha vaqt ketyapti endi ashitga? Shunga 20 kun bo'lib qoldi, 20 kun bitar ekan-a? Ha, 20 endi kun. 4 ta bola ishlayapti aka. To'rtta bola ishlaydi. Havo jahon yaxshi bo'lib tursa, 20 kunlari bu yerda bitirib yuboramiz aka. Akalar, mana misol ustani ham nadежныйsi nima deganda mana birinchi ag'da qilgan ekan navesda. O'sha nima egasiga yoqqan, sekin otxona qildirgan, molxona, ashnab bo'lib, mana oxir zavodga ham yetib kelibdi navbat. Usta, sizga ham ishlaringizga omad. Xo'p aka, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.